kechasi bering. Peshona teri, mana bu peshonada ishlasa, peshonasi terlab, badani ho'l bo'ladi. Ana shu peshona terisi qurimay turib berish kerak. Peshona terisi qurimay, ustani ishlatib bermasangiz, u siz zulm qildingiz. Siz zolimsiz, usta mazlum bo'ladi. Usta agar shu buyruq nasib qilmasa, shu uyda chiqib ketsa, agar Xudo saqlasin. Mazlumni duosi behijob, beparda, beto'siq Xudoni huzurida maqbul eshitib olinadi. Mazlum, u bitta usta emas, kim bo'lsa ham mazlum nomi borki, qarz olib bermaysin vaqtida, u ham mazlum, haqdor mazlum bo'ladi. Yo siz ozgina kuchingiz bor, zalga chiqib qo'ygansiz, bitta bechorani urdingiz, nohaq urdingiz, bir shapalaq urdingiz. U mazlum. Agar duo qilsa, duoibat qiladigan bo'lsa, duosi Xudo saqlasin, ijobat